Sizda ham shunaqa holatmi? Suv joyida, vaqtida beryapsiz. Gul ham zo'r joyda turibdi, lekin bayi o'zidan o'zi qorayib, irib, sarg'ayib tashaveryapti. Hozir sizlarga mana mashina ish jarayonida qilib, chotga qilib tushuntirib qo'yaman. Ungacha siz obuna bo'ling, like bosing, videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa holda birinchi bo'lib gulni to'yidan chiqarib olamiz. Ildiziga yaxshilab e'tibor beramiz. Odatda bunaqa narsalar ildiz chirishidan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda ildizini sekin-sekin bo'shatamiz. Bo'shatganda ham ehtiyot bo'ling. Iloji bo'lsa ingichkaroq qalammi, ruchkami yoki cho'pmi olib, mana shunaqa ko'rinishda sekin-sekin orasini ochib bo'shatish kerak bo'ladi. Tag'in asabiylashib qo'linglar bilan mana bunaqa qilib ezib tashamanglar, ildizini urintirib qo'yasizlar. Xullas bo'shat bo'lgandan keyin ildizlarni teg-tegidan ozgina kesib tashlash kerak bo'ladi. Sababi yangi ildiz chiqarishga kuch beradi. Ildizlarni kesib bo'lgandan keyin tog'orachaga toza filtrli suv solamiz va o'sha suvga fitosporinndan solamiz. Saqichlimi, parashoklimi farqi yo'q. Mazasi bo'lmayotgan gulimizni shu suvga 1-2 soatga solib qo'yamiz. Gulimizning ildizi mana bu ko'rinishga keladi. Fitosporin chirishini oldini oladi. O'sha tozalab qo'ygan ko'rasizlarmi? Men o'zimga kerak bo'ladigan torf tayyorlab oldim. 2 xil torf, bittasi pitательный, bittasi neytralniy va unga soldim perlit, vermikulit, bizga kerak bo'ladi ozgina ugl. Ugl chirishini oldini oladi. Gulimizning mazasi bo'lmaganligi uchun ugl bilan ildizini cho'miltirdim. Gruntiga ham ozgina ugl sog'ora qoldim. Tayyor bo'lgan gruntga gulimizni ekib qo'yib qoldim. Qilingan ishlarni ko'rdinglar. Gulimiz tayyor bo'ldi. Faqat vijdonan ayting, foydali bo'ldimi? Foydali bo'lgan bo'lsa kommentariyada da deb yozib keting. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang.